أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz bolsa el-allame el-mufassir el-usuli el-faqih el-muhakkik Ebul Barakat el-Nesefi rahimahullah yazgan Medalikut Tenzil ve Haqaiqut Te'vil degan isimliq ve Tefsirun Nesefi degan isim bilan meşhur bo'lgan bu tefsirimizning Allah Azze ve Celle'nin Sure Bakara'daki Euzu billahi mineşşeytanirracim. Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gışaveh ve lehum azabun azim degan bunu kavlinin tefsiriga kelib to'xtanadik ve müşahidini başlaymiz. Allah Azze ve Celle deydi ki Allah ularning dillerini ve ularning kulaklarını peçetleyetti. Ularning ko'zlari ustida ajoyib bir xil perde bardır. Ularga intayin katta azap bardır deb Allah Azze ve Celle bizge bunu ayet-i kerimede bu mezmunlarını bildirdi. Endi biz bu mavzuga kirishdan avval bu mavzuni qisqacha bu oyatniki qisqacha mazmunini bir so'zlab o'tib ketib keyin mavzuga kiraylik. Allah Azze ve Celle ularniki burun ayette Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun dedi. Yani kafirlar, kafir bo'lganlar. Ularga sizni agahlandırışınız ve agahlandırmasınız berberdir. Ular berber iman etmeydi dedi. Allah Teala o'zining ilmi azali bilan ma'lum bir qism kafirlarning, hamma kafirlarning emas, ma'lum bir qism kafirlarning iman etmaydiganligini Peygamber Aleyhisselam'a oldin a'la xabar berdi. Buningdan endi har xil savollar kelib chiqdi. Mush oyatdan Cebriye aqidasi, Mu'tezile aqidasi degan aqida hammasi bu oyatni o'z oldiga tartishib oyatning haqiqiy mazmunini haqiqatdan burab boshqa ma'nolarni, boshqacha ta'villarni qilishgan. Ta'vilat az-zaiga, ya'ni xato bo'lgan, ozg'un bo'lgan ta'villarni berishgan bu oyatning mazmuniga, o'zining aqidasiga udul kelmaganlik uchun. Ammo ahli sunnat va jamoat bo'lsa bu mavqada, ya'ni o'zining to'g'ri bo'lgan aqidasi bo'yicha to'g'ri tafsir qilib bu oyatdagi hamma bizniki bu oyatdagi masalalarni nihoyat yaxshi bir taraf qilgan. Masalan, endi ularniki baribir iymon etmaydi degan gapdan Cebriye degan bir qism firqa nima deydi? Ular deydiki, demak Alloh taolo ularga iymon etishni nasib qilmagan. Nasib qilmagan iymon etolmaydi. Demak insonniki hech qanday bir ixtiyor huquqi yo'q. Alloh xolisa uning iymon beradi, xolisa iymon bermaydi. Agar xolisa Alloh iymon bermasa, u haqiqiy baka iymon mu'min bo'lmaydi. Agar Alloh taolo iymon bersa, haqiqiy askari qismi uning hech qanday gunoh ma'siyat unga ta'sir yetkazmaydi. İnsanning hech qanday ixtiyorligi yo'q. Hamma ixtiyorlik Allohning qo'lida. İnsan xuddi havoda uchayotgan bir pey, qushning qanoti peyga o'xshaydi. Uni o'zi hech qanday ixtiyorligi yo'q. Hamma ixtiyor Allohning qo'lida deydigan firqalar deydiki, mana mush oyatning o'zida Alloh ularga dilga pechat bisvatganlik uchun, pechatlayotganlik uchun ular iymon etolmaydi. Haqiqiy iymon aytaydi desam aytolmaydi. Ondan deb o'ziniki mazhabini bizning mazhabimiz to'g'ri degan gapni nimaga chiqishlar. Undan keyin Mu'tezile guruhi qilib, ya bu oyatning ma'nosi Alloh taolo mo'r bosadi degan gap. Alloh taolo hargiz mo'r bosmaydi. Alloh taolo agar uning qalbiga mo'r bosib bu iymon etmasa, bu odillik bo'lmaydi. Shuning uchun bu degan uning qalbida bir alomat bor. Alloh taolo qalbida bir alomatni qo'yib qo'ygan. Firishtalar bu alomatni ko'rib bilan ularga badduo qiladi, ya haqida duo qilmaydi. degan bo'ldi buning ma'nosi. Alloh taolo hargiz bo'lganda pechatni o'tib musulmon bo'g'il qo'ymaydigan ishi yo'q deb mag'lub qilishdi Mu'tazila guruhi. Endi ahli sunnat bularga javoban nima deydi? Ahli sunnat val jamoat deydiki,
Allah azze ve celle özünün mahlukatlarının içinde halıganca tasarruf kılır. Halıganca tasarruf kılır. Kandak kılgısı kelse şundak kılır. Ve la yus'alu amma yef'alu ve hum yus'alun. Allah Teala özünün mahluklarının ki hakkında işinin Allah Teala sual sorak tatılmaydı, belki mahluklar sual sorak tatılırdı. Allah Teala kimge halisa hidayet verirdi, kimge halisa yani yehdi men yeşâ ve yudillu men yeşâ. Halgan kişiye hidayet kılırdı, halgan kişini azdırırdı. Allah Teala'nın hidayet verdiğinde nimiş hidayet verdiğinde bir soğucu yok. Allah Teala'nın azdığına nimiş kabı azdıvattığında da bununla bir soğucu yok. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Allah Teala hidayet verse hiç kim azdıramaydı. Allah azdırırsa hiç kim hidayet veremaydı. Hem de ehl-i sünnet müşahitçimde dedim Allah Teala'ya yani Allah Teala hakim mutlak. Allah Teala mudebbir mutlak. Musarrif, mudebbir mutlak. Yani Allah Teala mutlak şekilde özünün bendenin içinde mahkalıcıda tesripat yaparır. Ama Allah Teala bu mahlukatların içinde bir kaide koygan. Sebep de bir kaide koygan. Ve cealna min kulli şeyin sebebe. Yani li kulli şeyin sebebe. Her bir nesike Allah Teala deme sebep koygan bunun. Bu sebep alemi. Allah Teala ne hakkında bir nesinin ki sebep bilen bağlayan bir neticeni bir sebep bilen bağlayan bu dünyadaki kaide boyunca. Hidayet tepişinin mu sebepleri var? Azgınlığının mu sebepleri var? Küfrünün mu sebepleri var? İmanın mu sebepleri var? Sebepleri var. Hem de bir bende onunla hidayetlik sebepleri boğan vez, nasihatler, Kur'an, peygamber, alim, ulemalar kelse o bendenin özü onu şu vez nasihatini kubul kılsa, şu alim ulemaların geplerini aklını işletip, kallısını işletip şunu kubul kılıp ihtiyar kılsa Allah azze ve celle şu an onunla imanını, hidayetini yaratıp durdu. Ama bu bende bu kelgen peygamberini bu nevaz nasihatçının gepini anlamay, onunla buyuntavlık kılıp, tekebburluk kılıp, onunla adavetxo'rluk kılıp, hasadxo'rluk kılıp, onun gepini anlamasın onunla belki ne kısa üzündeki küfrüsü da, üzündeki azgınlığı da tıkımı devamlaşıverse, ısrar kılıyorverse, uçakta Allah Teala bununla hemen xetimini yaratıyor kalbine. Xetim. Allah Teala dinini piçetliyordu. Allah Teala yaratıyor bunu. Eminet Allah Teala yaratıyor. Lakin sebep nima? Sebep şulardaki peygamberlerin gibi kulak sağmıqallığı, peygamberini yaman köylüğü, peygamberini kasligelliği, peygamberle üçe geçgelliği, hakkı katli kulak sağmıqallığı. Hakkını anlatıp durup, bilip durup nima? Unumıqallığı, ihtiyar kılmıqallığı. Adamu ihtiyarihimul hak. Yani muşu sebep ondan Allah Teala ulanın dilliğini piçet uruvetti. Tam uruvetti. Şundan bula hakkını kubul kılmaydı. Hem de şundan mı? Ehl-i sünnetilen azgın firqalarının tuzki farkı şu. Hem de Musannif rahimahullah'ın ne deydi? Şunu kalıbı. Deydi ki Allah azze ve celle hatemallahu ala kulubihim. Allah azze ve celle ulanın dillerine mühür besivetti. Hateme. Kale Zeccac, İmam Zeccac deydi ki el-hatmu et-tağtiye. Hatim degan nima desa et-tağtiye, bir narsani yepish degan bu. Bir narsani yepib o'tishni hatim deb ataymiz. Nima ish qadisa li-anna fil istithaqi min ash-shay'i bi darbil khatami alayhi tağtiyatul lah li-alla yuttala'a alayhi. Yani çünkü bir narsaniki üstüge mühürünü besip onu piçetlep o'tishda onu yepib o'tish bor. Başqalar onunla xabarda bulab qolmasin deb. Başqalar onu bilib qolmasin, ko'rib qolmasin deb. Masalan, bir podshohniki xatini, maktub. Podshoh vazirligiga avatgan maktubdan bir qadimgi zamondagi. Asaq maktubni soladi, xatni yogaydi, yogab, xatniki shu nimasiga tamg'ini bosadi. Mühür bosadi. Shuni bilan mühürniki tamg'iniki yerimi xatni bu tarafida, yerimi bu tarafida. Agar bir odam xatni assa bu nima bo'ldi o'shalar inovatsiz. Podshohning mühür bosilgan tamg'ini bir odam agar avatmagan kishidan boshqasi assa bu xat nimasi kuchini yo'qotadi. Agar uni ochgan odam
qattiq ig'ir jazoga duchor bo'ladi. Xuddi shuningdek hozir masalan bozor boshqarish deganlar kelib do'konchilarning do'konlarini itib unaga pechat chapib olsa, bu pechatni agar shu bozor boshqarish o'zi kelib elib o'tmaguncha agar olsa bir muncha jirmona qoladi. Buni shuningdek. Ya'ni Alloh taolo ularning dillariga tamg'i bosib pechatlayib o'tgan adam pechatlayotgan ish xuddi nimaga o'xshaydi? Yeb qo'ygan, yo'gab qo'ygan o'xshaydi. Yo'gab qo'ygan, hech kim boshqalar ko'rib qolmasin deb, boshqalar ko'rib qolmasin deb yo'gab qo'ygan o'xshaydi. Shuning uchun pechatlayotganlik degani o'zi nima? Yeb o'tganlik deydi. İbn Abbas radıyallahu anhu deydiki: "Taba'allahu ala qulubihim fala ya'qilunal khayr." Allah ularning dillariga mühür besib etdi. Fala ya'qilunal khayr. Ular yaxshilikni tushunmaydi. Ya'ni Alloh taolaning ularning diliga mühür besib etgani nima degani? Ya'ni ular qat'iy yaxshilikni anglaydi, ammo yaxshilikni qilmaydi, tushunmaydi. Tushunishga urinmaydi. Ya'ni demakchiki annalloha taba'a alayha. Alloh taolo u qalblarga mühür uryapti. Yani qalblarni pechatlayapti. Faja'alaha u qalblarni bihaythu la yakhruju minha. Shundoq bir mühür uryapti qalblarga pechatlayaptiki, qalblardagi kufrdan iborat narsa chiqmaydi. Qalblardagi kufr tashqariga chiqmaydi. Va la yadkhuluha ma laysa fiha min al-iman. U qalbga tashqaridagi iymon kirmaydi. Alloh taolaning ularning qalblarini pechatlayotgani nima qandaqligini, ya'ni ularning qalblaridagi kufr tashqariga chiqmaydi. Teshidagi iymon ichiga kirmaydi. Shunday holat. Va hasilul khatmi va tab'i xalqu zulmati va dhiqi fi sadril abdi indana. Ya'ni bu xatm degan gap tamg'u bosish degan gap. Tab' degan gap pechatlash degan gap. Bu yerdagi tamg'u bosib o'tish, pechatlab o'tish, muhr bosib o'tish deganning xulos ma'nosi ya'ni xalqu zulma, ularning qalbida zulmatni yaratib qo'yish. Va dhiq degan tarjilikni yaratib qo'yish. Yani fi sadril abd bandaning qalbida zulmatni va tarjilikni yaratib qo'yish deganlikdir. Unda bo'lgandan keyin ularning qalbiga kufrdan boshqa uning kofirlikning ustida mazmun turaversin boshqa hech nima patmaydi qalbi. Indana ahli sunnat va jamoat biz qarashimiz shu. Fala yu'minu ma damat tilka zulmatu fi qalbi. Unda bo'lgandan keyin yani ashu zulmat ularning qalbida, u kofirniki yoki u bandaning qalbida turgan muddatcha u kofir iymon etmaydi. Endi mana bu yerda oyatlarniki bir qancha oyat Qur'oni Karimdagi bir qancha oyatlarni selishtiradigan bo'lsak, Alloh taolo dastlabda nima deydi? Bir odam gunoh masiyat o'tkazadi. Banda gunoh masiyat o'tkazgan sari qalbini ran bog'laydi, ran. Ran degani nima? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ularning qilgan xato qilmishlari, zanib, gunoh masiyatlar bilan qilayotgan sari qalbiga bog'landi, ran bog'lanadi. Undan keyin bu ranni davomlashtirib undan nima kelib chiqadi? Tab'. Alloh taolo uning qalbini fataba'allohu deb aytib berdi. Fatubi'a ala qulubihim. Va qalbiga tab' qo'ydi. Tab' degan pechat, qalbi pechatlanadi. Undan keyin u davomlashtirib 3-qatimdan bo'ladi, qalbiga xatm, tamg'u. Pechatning ustiga tamg'u uriladi, muhr bosiladi. Shuning bilan buning ichiga na yaxshilik ta'sir qilsin bunday yurakka, na buning o'z nasihat qabul qilsin, bu abad kofir bo'lib ketadi. Sababchi kim? O'zi. Ya'ni o'zining kofirda davomlashgan, ya'ni kufrda isror qilgan davomlashganligi, takabburlik qilganligi, haqdan adamın intifa'i minel haq. Haqdan payda olmaganligi. Sababi shu. Ana unda qilaverganda Alloh taolo yaratib qo'ydi nasl. Yaratib qo'ygandan uni qutlanmaydi. Lekin sababchisi kim? Sababchisi shu kofir bandaning o'zi. Endi va indal mu'tazila. Xo'sh. Endi mu'tazila guruhi chu desa va indal mu'tazila. Endi mu'tazila guruhining ko'z qarashida bu xatamallohu ala qulubihim deganning ma'nosi ya'ni إعلام محض على القلوب بما يظهر للملائكة أنهم كفار فيلعنونهم ولا يدعون لهم بخير. Yani bir adik Allah Teala olanın kalplerine mühür besbet dediğine Mu'tezile'ninki göz karşıda yani olanın kalplerine alamet fakat bir alamet yalnız bir alamet kap koydu. Bima yazhar bu alamet fakat malaikeler gana başkar buludu.
ennehum kuffar, yani ular kafirlerdir deb. Feyel'anunhum, ular malaikeler o kafirlerge lanet okuydu, ular yaxşılıklarını dua kılmaydı deb mudamal etti. Bu ayetdeki hakiki manasını asli murad maksaddan bulup etkenlik bulup. Ve kâle ba'duhum, hem de bazı ulemalar, bazı müfessirler undak mı demeyin, mundak mı demeyin, mundak dedi işte. İnne isnadel hatmi ilallahi teala mecaz. Bir ada Allah Teala ulanın dillerini mühür ettiği degeni bu mecazdır. Çünkü eğer biz mecaz demesek hiç yani cebriye diyen kişiler Allah Teala mühür ettiği degeni yani insan mecbur, insanda ihtiyar yok diyen bunu da diğer adamı gep çıkarıyorken şu an bir adaki Allah Teala mühür ettiği degenlik bu degen mecazdır. Bu gep mi? Yani kalmak yaxşı yakındık ameliyatda onda kılsın haceti yok. Yani biz 5'te degendek, biz 5'te takrir kılgandek mukarrerleştirse meseleni bunun gibi ihtiyaç kalmaydı. Lakin bunu sözde bitip bitimler. İnne isnadel hatmi ilallahi teala mecaz. Yani hatimni Allah Teala isnad kılış bir adam mecazdır. Vel khatimu fil hakika. Ameliyatta bu hatim basqıçı, mühür basqıçı ameliyatta hakikatte kim kafirdir. İlla ennehu teala bırak Allah Teala lemma kana huvellezî aktarahu. Onu mühür basqı qadir kılgan ve mekkenehu onu mühür basqı mümkün kılgan zat Allah bu açqa usnide ileyhil hatim. Allah Teala'ga mühür basqı Allah Teala'ga isnad kılındı. Kema yusnedul fi'lu ila sebeb. Fiil sebebke isnad kılıngandık. Feyuqalu antilu ki benel emirul medine. Emir yani beg şehrini bina kıldı değildi. Nimişka emeliyatta begnin üzü şehrini bakışını basıp üzü bina kıldı mı? Yok, ben ne? Kuruluşçu ustalar şehrini bina kıldı ama beg nemi için beg bina kıldı değildi o. Çünkü aşı beg buyurulganlığı sebebidin. Aşı beg ma şehrini bina kılınmada buyurulganlığı sebebidin bu şehir bina kılındı. Yani bunu isnadul fiili ila sebebiyle batırıldı. İsnadul fiil ma ila failihi emez. Kaçan fiil üzerine faili isnad kılınmay ya sebepke ya ki başka mef'ulun bih ya ki başka zaman makallığı isnad kılınsa ne oldu? Mecaz da batırılır. Mecaz isnadi de. Yani isnad mecazi de batırılır. Bunu inşallah balagat dersinde okuyacağız. Benel emirul medine diyendik. Lianne çünkü lil fiili mulabasatun şetta. Fiilnin mulabasatun şetta diyen her xil müteallikatları bulunur. Mulabasat namazı müteallikat. Yani fiilnin her xil müteallikatları bulunur. Yani fiil bilen alakası var. Fiil bilen bağlısı var boğan bir qancha bilek var. Mesela sizler sarı buqqan bolsanglar, ondan mesela masdarning qancha dana mushtaqqa chiqadi? 12 dana mushtaqqa chiqadi. Shu hammasi qalsa fiilniki müteallikatdır. Aslisi shu hammasi aslisi nima? Fiil. Mesela kufiliklar nima deydi o? Bütün mushtaqatlar nimadan chiqqan? Fiildan chiqqan deydi. Kufiliklar, kufilik grammatik shunoslar bütün mushtaqatlar fiildan chiqqan deydi. Basrilik grammatik shunoslar nima deydi o? Bütün mushtaqatlar nimadan chiqqan deydi o? Masdardan chiqqan deydi. Tushundingmi? Lekin men bu kufiliklarga mayil qilaman. Çünkü asli nima? Fa'ala. Fiil. Fiil degan bir xil. Faqat bir xil. Fiilning nimasi bor? Vazni bor. Fa'ala. Fa'ala. Af'ala. Mesela. Ama masdarning vazni yo'q. Masdar bir xil chiqmaydi. Bir narsaning anisi bo'lgan narsani bo'lish kerak, bir uniki vazni bo'lish kerak bir xil. Masdarda vazni yo'q. Masdar bir kilodu darban, fa'lan, bir kilodu mesela fi'lan, bir kilodu fi'alatan, yani neç xil. Shunda olgandan asli kufiliklarniki nimasi bir kitob udul chiqadi. Mesela fa'ala, fa'aladan biz hammani o'zgartiramiz. Fa'lan, fa'ilun, lam yaf'il, yaf'ilu. O'zgartirish fa'alani o'zgartirsak if'il ham o'zi o'zgarib chiqaveradi. Fa'alani chiqadi. O'zgarib. Yani fiilniki nimalar bor? Aloqador bo'lgan nimalar mushtaqatlar bor. Anda fiil yulabisul fa'ila vel mef'ul bihi. Yani fiil ba'zida fa'il bilan aloqasi bor. Mef'ul bihi bilan aloqasi bor. Masdar bilan aloqasi bor, zaman bilan aloqasi bor, makon bilan aloqasi bor va vel musabbibi lahu degan fiilga sabab bo'lgan narsa, sabab. Musabbibi lahu. Yani ash fiilga sabab bo'lgan narsa bilan aloqasi bor degan sabab deymiz. Sabab bilan aloqasi bor. Endi tamam tushundik shunaqami? Fa isnaduhu ila al-fa'il haqiqatan. Endi fiilni fa'ilga isnad qilish bo'lsa haqiqatdir.
فإسناده إلى الفاعل حقيقة. Fiilni fail isnat qilish. Buni mushadiki hamma narsa ichidan asli qoida nima? Fiil uni fail isnat qilish kerak, haqiqat bo'ladi. Agar fiil masalan daraba Zaydun Amran desak, nima haqiqat bo'ladi? Fiil nimaga isnat qilindi? Daraba Zaydun deb daraba degan fiil Zaydun degan failga isnat qilindi. Zaydun bu yerda musnad ilayhi, daraba nima? Musnad. İşte isnad nada? Daraba degan fiil Zaydunga isnat qilindi. Bu nima haqiqiy? To'g'rimi shu? Endi vaqt yusnadu ba'zida yusnadu fiil ila hadhihi al-ashya. Faildan boshqa maf'ulun bih, masdar, zaman, makan, ismi ala, sabab degandek boshqa narsalarga nima qiladi? Isnat qilinadigan ish bor. Majazan degan majaz yo'li bilan. Yani bir tariqil majaz. Majaz yo'li bilan. Nima ish qilsa? Li mudahatiha, yani ashu mulabasat, yani shu fiilga aloqador bo'lgan ashu shaylarning failga o'xshashib ketganligi uchun. Xuddi failga o'xshashlik bor. Bir tarafdan o'xshashlik bor. Yani fi vajhi shabah bor. Shu o'xshashlik bor. O'xshashlik bor bo'lgan bir ish bo'lib qolishligida shu chaqda failga isnat qilinmay, ya maf'ulga, ya zamonga, ya makanga, ya sababga isnat qilingan ish bor. Masalan, kama yudahir rajulu al-asada fi jur'atihi. Shundaki, mesela er kishi shirg'a, asad degan shirg'a fi o'ziniki jur'atida shirg'a o'qishdi masalan. Masalan, rasmiy batur er kishi bo'lsa, batur pahlavon, jasoratli er kishi bo'lsa, bu odam o'ziniki shu dushman kasini qo'rqmay oldin bunda bir mayda kelib ko'plab kelib chiqishida shirg'a o'xshaydi. Chunki shirni qo'rqishni bilmaydi. Shir hech qanday dushmanni o'lsa o'ladiki, keyin yenish yo'q. Masalan, mushu jihatdan ikkisiniki qo'rqmasligidan keyin kelmasligidan nimaga o'xshashqanlik uchun fayusta'aru lahu ismuhu. Masalan, ja'al asadu deb kelamiz. Ja'al asadu yoki ramal asadu deb keladi. Rama al asadu. Shir o'qat qildi desa, o'shada asad degan ism asli fiilning nimasi emas, fiilniki fa'ilisi emas. Tushundingmi? Asli bu yerdagi asad degan ism nima? Fiilning fa'ilisi emas. Fiilning fa'ilisi nada? Ramal asadu desam, endi rajulu shuja'. Botir bir odam o'qat qilishgan o'qatamdi bu yerda, shu o'qatammaydi. Ya'ni bu shu o'qat qildi desam, bu yerdagi anadigini meni shirga o'xshaydigan, xuddi shirga o'xshaydigan botir odam o'q atqilib turdi degan bo'ldi ma'nosi. Endi rama rajulun shuja'un ka al-asadi. Tushundingmi? Bu degan bo'ldi. Demak bu yerda fa yusta'aru lahu ismuhu. Anda o'gandan asadlar rajulniki mush botirlik qilib o'xshashgandan keyin vajhi shabah nima ekan? Shijoat bo'lgandan keyin fa yusta'aru lahu degan rajulun shuja' deganga ismuhu degan shirning ismi istiara elinadi. Istiara elingandan keyin rama al-asadu degan gap nima bo'ldi jo'da? Istiara deydi jo'da. Istiara. Agar jumlada masalan vajhi shab, masalan adat tashbih. Istiaraning asli nima? Tashbih. Qachon tashbihniki ya tashbih mushabbah ya mushabbahdan bir ikkisini biz hazf qilinsa, bu jo'da nima bo'ladi? Bu istiara bo'ladi. Tushundingmi? Tashbih deganda mushabbah bilan mushabbah bih hazf qilinmaydi. Hazf qilinsa qanday hazf qilinadi? Adat tashbih bilan vajhi shabah hazf qilinadi. Bu ikki arkan qoladi shu bitta. Qachon ya mushabbah bih hazf qilinib o'shunga dalolat qilgan narsa birisi qolsa biqnida buni nima ataladi? Ana istiara deb ataladi. Masalan, rama al-asad degandek. Rama al-asadu desak, asad degan nima bu yerda? Dana mushabbah bih. Ondan keyin ramacho al-qarinatu dalla nima? Ala al-mushabbah. Rama degan fiil al-qarinatu dalla nima? Ala al-mushabbah. Asad mushabbah bih. Buning aslisi nima? Rama ar-rajulu shuja'u kal-asadi degan. Bu shuni deb ataladi, istiara deb ataladi. İnşallah bu balagat kitobida chiqadi inşallah. Demak, bu shuning hammasi nima? Istiara, tashbih degan hammasi aslisi nima? Isnad majazi. Ya'ni fiilni fa'ilga isnat qilmay, ash fa'illarni o'qishadigan aloqasi bir taraf bo'lganligi uchun bilinaki nima? Ya ba'zida maf'ulga, ba'zida sababga, ba'zida istiara elish masalan, ba'zida ism zaman ism makan degandek boshqa narsalarga, masalan nahrun jarin deydi masalan. Nahrun jarin. Nahrun jarin degan
Mesela Kur'an-ı Kerim yaman coşkudu bu. Mesela min tecri cennetin tecri min tahtiyel enhar. Tecri min tahtiyel enhar. Müminler aslıdan üstüne iqtirdigan cennet kişidir dese üstten derya akamdı. Nima qildi? Aqıdığını nima? Deryanın suyu akıdı. Nehir dese üstten deyimiz ha, üstten derya. Deryanın üzü akamdı ya deryanın içindeki su akamdı. Su akıdı. Neymiş ki deryalar iqtirdigan cennet aslında deryalar iqtirdigan cennet kişidir dese yani müşahede ki mu fiilni üzerine failiga isnat qilmay nimaga makoniga isnat qilganlik uchun makan. Su akıdığan makan qolsa derya. Su akıdığan makan nehir. Derya. Anda olganda su fiilni asli üzündeki demişke isnat qilawızını mı dişkerak? Cennetun tecri min tahtiha ma'ul enhar. Şunalama miyahul enhar mesela. Anda demey enhar dep koydu. Aşını düşünülüdü. Derya aktı diyen gaptin yani hem öyle biz düşünemez yani. Deryanın suları iken bu. Çünkü hep uzatmanın faydası yok. Anladın? Yani deryanın suları akıtken de şu menet kanım demez yani aslında aynı deryalarının suları iqtirgan cennetki kirdi de madan menetimiz menet vaktıda. Şöyle anlama bu hemmisi isnat mecazi. Çoğun bununki mulabasat buluş gerek. Yani su bilen sunu iqtirganın mulabasatı var mı yok mu? Var. Çünkü alaksı su nerede akıdı? Östten akıdı. Yani çokum ya makan cihettin ya zaman cihettin ya mef'ulluk cihettin ya sebep cihettin bilmiyorum. Alakası buluş gerek. Çünkü alaka. Ve hâzâ fer'u mes'eleti halqil ef'al. Yani bu fiillarniki insanlarını kıldıgan, mahluklarını kıldıgan şirketlerini yaratış meselesindeki bir tarmaktır. Yani biz sizi beşli süzüp öttük İslam'da olsa. Ne deydi o? Akid-i Nesefi'de çıktı. Bendilerin şirketleri hemmisini Allah Teala yaratıyordu. Bendilerin şirketlerini hemmisini Allah Teala yaratıyordu. Anladın? Allah Teala vellezî yahlukukum ve ma tef'alun. Yani vellezî halakakum ve ma te'amelun. Allah Teala sizlerini yarattı ve sizlerin ma mesler edin ve amelekum. Sizlerin işinlerini hem yarattı. Kılda işinlerini hem yarattı. Tamam. Andavandikin hem de bütün şirketler hemsi Allah Teala yaratıp verdiğin bolsa anda insandaki hiç qanday bir ihtiyar yok mu? İnsan mecbur mu diyecek? İnsandaki insan için ihtiyar cüz'i var. İhtiyar cüz'i var. İrade cüz'iye. Yani insan irade külliye yok. İrade külliye Allah Teala irade kılıdı. İnsanda iki xil fiil var. Bir ef'al ihtiyariye yani bir ef'al izdirariye. Ef'al ihtiyariye degeni insan özü xalap hemen namaz o'qay deb qiladigan yoki o'qimaydigan, askar qilay deb qiladigan, qilmaydigan ishlar. Ef'al izdirariye degan mesela biz nefes alımız mesela nefes alımız. Biz küzümüz yumulup kaladı. Belki biz maşinde gidip oylamagan yerden maşinde bir gün üstüp oylamagan yerden biz hatalı. Mesela oyunda hem biz ef'al izdirariye insanın hıkısı yok. Lekin bulap kaladı. Manda işini Allah Teala kıyamet günü insandan sual sormaydı. Lekin ef'al ihtiyariye çoğu insan ihtiyar kılıp hemen bana kılay deb niyet kılıp hareket kılıp kıladigan işler çoğu. Bunu Allah Teala sual soraydı. İnsanın ihtiyar kılışı huquqini Allah Teala bergan. İhtiyar kıla alaydı. Yaxşılık kılay deb ihtiyar kıla alaydı. Qılmay deb ihtiyar kıla alaydı. Yaxşılık kılayman deb ihtiyar kılıp bu yaxşılık kılsa Allah Teala bununla yaxşılık kılış kuvvetini yaratıp biladi. Lekin insan kılıdı. Qılınken insan yaratıp kuvvet yaratıp bergan Allah. İnsanın nispeten muşku karşında batılıdı, kesip de batılıdı. Allah Teala nispeten de batılıdı, halk da batılıdı. Allah Teala yaratıp batılıdı, insan çoğu kesip kılıdı. Şunu anlama, fark mı şu? Emdi, şu ma ve hada fer'u meseleti halkıl ef'al. Şu halkıl ef'al diyen meselenin çıkan bir tarmak mı? Yani Allah Teala bulanıki kalbige mühür besivetidu dese, bunda diyeni Allah Teala onu mecburlaydı diyenemez. Çünkü bütün şirket la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bütün şirket her kandak bir halet fakat Allah Teala'nın yardımı bilen, Allah Teala'nın yardımcılığıyla buludu. Lekin bir sebep, bil esbab. Sebep, bunun sebepçisi var. Dedik mi? İhtiyar cüz'i dedik mesela. Ulanı min ihtiyar kıldı, küfrünü ihtiyar kıldı. Avval ula imanını ihtiyar kılmadı. Ulağa Allah Teala peygamberlerini evetti. Davet kılgıçlarını evetti.
Ular peygamberlerin davetini ihtiyar kılmadı. Kur'an'ını ihtiyar kılmadı. Nemi ihtiyar kıldı? Küfürünü ihtiyar kıldı. Ve küfürde çın turu velişni, tekabburlukni, hasadkorlukni, iman, İslam ve müminlik olan üçümellikni ihtiyar kıldı. İhtiyar üzü talladı. Tallagan gün Allah Teala uluğa nima kalplerini mezuvattı, hatim, mühür besip ve kalplerini piçetlevetti. Piçetlep itivetti. Şu sebepten ulanın kalbiga yaxşılık kirmaydi, yamanlık yaxşılık kirmaydi, kalbinin yamanlık çıkmaydı, kalbiga yaxşılık kirmaydi. Bunun sebepçisi kim oldu? Ulanın yüzü oldu. Demek ki anlama hada far'u meseleti halkı afal deganimiz. Hem de biz ikinci mesele geldik cümle ayetnin ikinci cümlesi yani hatamallahu ala kulubihim. Bunu düşünüp bulduk. Hem de ve ala sem'ihim. Allah ulanın kulaklarına tamu besivetti. Mühür besivetti. Tamam. Hem de bir yerde ki vahhada sem'ah. Allah Teala sem'ihim diyen ki sem' diyen bu ibareni mufret keltirdi. Yani birlik şekilde. Cemi' şekilde keltirmeyi. Aldı dedi ki mesela hatamallahu ala kulubihim de aldı dedi ki kulub ne? Kalbinin köklü şekilde cemi' keltirdi. Keyin dedi ki ve ala absarihim diyen basarının köklü şekilde absar şekilde keltirdi. Ama sem'ni çoğu, sem'ni mufret şekilde keltirdi. Kema bu ne için dese aslı kaydı boyunca ya beşlik okşaş, kulub okşaş esma' deb keltiriliş kerak edi. Esma'. Nemish ki bunu mufret keltirdi. Nima haltı var dese endi musannifning deganini depirimiz unga yani sevgi inchki foydalar bor, uni men depiraman. Vahhada as-sam'a Allah Teala sem'ni vahhada mufret şekilde keltirdi. Kema vahhadal batna fi qawlihi. Şair o'ziniki qavlida tuandagi she'rida batın degan so'zni mufret keltirgandek. Anda desa Allah Teala bu shoirni to'lib keltiryapti ekan degan, anda deganlik emas. Ya'ni Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ni Arap tilida nazil qildi. Arap tilidagi grammatikasi Qur'ondan burun qanday ifodalanadi? Shoirlarning she'ri bilan, ya'ni ig'iz adabiyoti bilan nima saqlanib kelgan. Araplarning til grammatikasi yoziq shaklda emas, ig'iz adabiyoti, she'rlar bilan. Ular Araplar degan ummiy xalq edi. Xat yozishni o'qimaydi, lekin xat yozishni o'qimagan bilan she'rga ajoyib qobiliyati bor edi. Ya'ni ig'iz adabiyotida intayin yüksek derecedeydi. Yani İslamiyet kirishdan burun yazılgan şiirler var. Şu şiirlere qaraydigan gap. O şiirlardı mı? O şiir kaydelerdi mi? Eğitilgan. Demek da şiirde eğitilgan qalan Arap tili olgan Arap tilida bunda qism bo'ldi ekan degan sözünü çıkardı. Tabii ki bunun başka sebeplerini gösterdi bir qancha. Şu sebeplerden biri musannif deydi ki mesela kulu fi ba'di batnikum ta'iffu degan şiirde. Mesela cahiliyet şiirlerini bilirken bu şiirde bir açarçılık zamanı bo'libdi. Açarçılık zamanı. Qaççılık, yağmur yağmagan, yeydigan narsa yo'q. Bunda yemeklik açlık az qolgan, ovqatlar az qolgan. Bunda bir vaqtda shoirnimda bo'lib ketgan kulu fi ba'di batnikum ta'iffu. Aslisini nima bunun kulu fi ba'di butunikum. Kulu fi ba'di butunikum ta'if. Yani sizlar tamoqni, sizlar qo'sqonlarning hammasiga yemay, bir qismga yanglar. Bizni bir bujak yanglar, azroq yeganglar, ta'iffu degan gap boshqalarga harom uchib qilishdan nima ipitingni saqlaysizlar. Yani ipitinglarni saqlaysizlar degan gap haromni yemaysizlar yoki boshqalarning narsasini yemaysizlar yoki ulab qolgan top, yani boshqa yo'q narsalarni boshqalarning narsasidan nima saqlanib qolasizlar. Anladın? Az yesanglar qulangda bor narsani az-ozdan yesanglar boshqalardan bir narsa tilab qilishdan nima saqlanib qolasizlar degan she'rning o'zidimi bishadi fi kulu fi ba'di butunikum demay kulu fi ba'di batnikum ta'iffu deb keltirdi. Nimishqa? Lesh? Nimada desa li amnil labsi. Yani elishib ketishdan tinch aman bo'lganlik uchun. Elishib ketishdan xotirjam bo'lganlik uchun. Bunda bir yavamdi. Bunda fiil damir cami' bo'lsa, ismi zahirni cami' keltirish asli qoida. Ammo shu damir cami' bo'lsa, ismi zahir, batn degandek masalan, sam' degandek ismi zahir damir bilan elishib ketmaydigan, oylashib ketmaydigan holat bo'lsa, bunda vaqtda ismi zahirni mufrat, damirni nima keltirish, cami' keltirish durust. Shunday edi. Ya'ni
Fi batnikum degandek, sami'ukum degandek. Çünkü mesela qusqonning bir bujugiga yig'la degan gap bir dona qusaqqa 5-6 dan tamoq qilamdi u. Meyada mesela 4-5 yil bo'lsanglar, bir qusaqqa mening qusqonimga sizlar tamoq qilamsizlar? Yo'q. Siz tamoq qilamsiz? Mening qusqonim faqat men tamoq qilayman. Sizlarning qusqonlar deb batni yozib gapirsammi? Sizlar qusqonlar degan gapdan demak har bir odamning o'zining qusqi yeydi. Demek 4-5 adam bir yo'lab bir qusaqqa yemaydi. Tushunarlimi? Şunu bunu yalnız keltisi bo'ladi. Ammo mishada siyab deb kelgan bo'lsa, kulu fi ba'di thawbikum ta'ifu degan bo'lsa, la yajuz aslan. Chunki bir dona kiyimni 4-5 adam kiyolmaydi. Kiyalaydi. Masalan, ma kiyimimni siz kiyalaysiz, siz kiyalaysiz. Ammo meni ma qusqamni siz qusaq salalamdim. Bo'lmaydi. Meni qusqam men tamoq yeyman, siz qusqon siz tamoq yeysiz. Lekin kiyim kechak mamda başkalar ortaklaşıp işitlerleydiğin dersi olsa çokum bu qanday qilish kerak? Çokum cem şekilde qilish kerak. Ama hech kim ortaklaşıp işitilmaydigan. Fakat her bir adamda maxsus adam var. Bilak adam işitilmaydigan dersi olsa bunu yalnız keltisi bo'laveradi. Endi sami' degan oyat qalaydi. Sami' degan quloq degan gap. Sami' degan ikki ma'nosi bor. Biri sam'an masdar. Anlaş kuvveti. Yine böyle sem' diyen nima kulak diyen uzun. Anlaş azası. Kulak diyen ma'nosi var. Anda olganda sem' diyen her bir adamda qancha kulak bo'ladi? 2 kulak shundaymi? Anda da meniki 5 adam bor. 5 adamning qulog'i desak, 5 adamning qulog'i desak qancha kulak bo'ladi? 10 kulak bo'ladi. Tabii, hamma to'g'ri. 5 adamning qulog'ini keltiringlar desam, 5 kulak keltirmaydi bir adam. Qancha kulak? 10 kulak keltiradi. Meniki qulog'imni men anglayman. Siz anlamaysiz. Hiç kimning quluqiga hech kim qilinmaydi. İştirak qilinmaydi. Hemmimiz muayyan. Her bir adamda ikki quloq borligini men aniq. Bunda uchiq bo'lgan yani lobis olishib ketish, uni buni bilan elishib ketish xavfi bo'lmagan yerda nima keltirish joiz? Yani damirni jami ismi zohirni jo'l mufrad keltirish joiz. Tushunarlimi? Xo'sh, endi biz ikkinchi illatni davat etamiz. Ve ala sem'ihim deb keltirish joizligini birinchi illati ma bo'ldi. İkinci illat ve li anna sem'a masdarun fi aslihi. Sem' degan bizning aslida masdardir. Ammo 5tiki illatda sem'ning nimada quloq degan ma'no bo'yicha bo'ldi. Uzun. Ularning quloqlariga degan ma'no aytganda. Endi ma ikkinchi ma'no shu as-sem' degan asli nima? Masdar. Nima shu quloq deb ism qo'yib qolgan bu? Asli bu fi'ldan chiqqan. Chunki hamma narsaning asli fi'l. Fi'ldan chiqib ismga aylanadi, ismlar. Avval fi'ldan chiqib, sami'a yasma'udan chiqib, sam'an, uni keyinidan anglaydi, anlash degan gapdan asta-astagina anglaydigan quloqqa o'zgarib qolgan. Yani ismlashgan fi'llar endi u. Tushunarlimi? Avvaliyan sam'a, chunki sam' degan masdarun fi aslida masdardir. Yuqalu sami'tu ash-shay'a sam'an wa sama'an masalan. Bir narsani angladim, sam'an masdar. Sama'an degan bu nima? Masdar. Herkes masdar. Vel masdaru la yujma'u. Masdar degan nima ko'plik shaklda keltirilmaydi. Masdar tasniya shaklida keltirilmaydi, ikkilik shaklda keltirilmaydi, ko'plik shaklda keltirilmaydi. Masdar jami' qilinmaydi, musanna qilinmaydi. Nimishqa? Desa, li'annahu ismu jinsin. Chunki masdarga ismi jins. Bizda ikki xil ism bor, bir ismi alam, ya'ni bir ismi jins. İsmi alam degan Zeyd, Umar, Xolid degan ismlar. Bu faqat bir dona xos bir narsa qo'yilgan xos ism. Bir shaxs qo'yilgan xos ism. İsmi jins jo'q bir jins qo'yilgan ism. İnson desam nima ismi jins masalan? İnson desam butun insonlarni chiqardi. Ya'ni bir odamga maxsus bir odamni tushunolmaydi. Butun insoniyatga inson degan ism qo'yildi, ismi jins. Xuddi shuningdek quloq degan qana anglash degan gapning o'zida nima ismi jins. Anglash deganning o'zimi ismi jins. Ya'ni bütün anglash shuni chiqib ketadi. Bütün anglash. Bütün hamma odamning anglashi. Anglaydigan quloq va anglaydigan narsa hammasi shuni chiqib ketadi. İsmi jinsin yaqa'u alal qalil vel kaseer. Ozni o'chiga oladi, ko'pni o'chiga oladi. Ozni o'chiga oladi, ko'pni o'chiga oladi. Unda onga fala yuhtaju fihi ila at-tathniyat vel jam'. Am ismi jins deganning bir ma'nosi ism jins deganini ko'rsatmaydi, ha. Ismi jins degan son bilan ish yo'q. Şu iliflam istigraqi, iliflam cinsi deb kelsa, sen istigraqi desa hammani o'chiga oladi. Jins deb kelganda cho hamma ya bir dona ikki dona o'chiga olmaydi. Faqatlan bir mohiyatni bildiradi. Mohiyat.
Hakikatni bildirdi. Bu chaqda san bilan ishi yo'q. Jami mufrat tasniya bilan ishi yo'q. Tushundingmi? Jins degan ham. Ammo istiqoqi deb kelsa bu chaqda jami' degan gap. Endi bishadimi masdar degan ismi jins dedimi? Ismi jins degan nima? Lojma jami keltirilmaydi. Chunki u oznimi, ko'pnimi ichiga oladi. Masalan, bir dona kelsa, bir dona anglash olsinmi, jins to'g'ri keladi. Bir dona anglash olsinmi, jins to'g'ri keladi. Bütün anglash olsinmi, jinsga to'g'ri kelib bo'ladi. Chunki anglash degan bir haqiqat demoqchimiz. Sans bilan bu yerda ishimiz yo'q. Fala yuhtaju fi andagan degan buningda tasniyaga ikkilik keltirishga, ya'ni musanna, tasniya shaklida keltirishga bu masdarni. Yoki jami' shaklida keltirishga ehtiyoj yo'q. Andaning falu mihal aslu. Bu jihatdan asliga qaradi, ya'ni falu mihal degan nuzira. Fa nuzira ila al-asl degan bo'ldi. Ya'ni asliga qaraldi. Ya'ni asli deb qaralganda bunda. Asli nazarda tutilib, aslisini bir de masdar. Anlagan şu asma deb keltirib o'tmay, sam' deb keltiriladi. Bu asli ism masdar bo'lganda ism masdar degan jami' tasniya keltirilmaydi. Hammani o'chiga oladi. Ismi jins qiladi. Endi mana ikkinchi illat o'dima, uchinchi illat nima uchun va ala asma'ihim deb keltirmay, nima uchun va ala sam'ihim deb keltirdi desa, va qila uchinchisi al mudafu mahzufun. Bu yerdagi mudaf mahzuf. Sam' degan bu yerdagi mudafun ilayhi. Bu sam'niki mudaf va bu mahzuf. Ya'ni va ala mawadi'i sam'ihim. Ularning anglash o'rinlari o joqda mavadi sam'ihim degan o'chaqdan bo'ldi. Uzun degan ma'nodan bo'lmaydi. Bu joqda ism masdar ma'noda. Bu yerda haqiqiy ism masdar. Birinchida uzun degan ma'no keldi. Birinchi illatda shu batn degan misol keldi-ku. Bu illatda uzun degan ma'nolar keldi. Quloq deb ma'no etamiz. Ikkinchi illat shu, buni aslisi masdar, lekin nimaga o'tkelgan, keyin quloq degan ma'noga o'tkelgan. Lekin biz buni mufrat keltirishda buning aslidagi masdar holida ko'zda tutilib, bu şu mufrat holatga keltirildi dedi. Lekin ma'nosi nima? Ma'nosi quloq uchog'dimi? Ammo shakl jihatda keltirishda aslidagi masdarlik holatga ko'zda tutilgan. Endi miyadagi bu izof yoki mudof mazf qilingan degan yerda shu, bu yerda ism masdar, buni ism emas. Quloq degan ism bu joqda quloq deb ma'no etmaysizlar. Bu joqda va ala sam'ihim degan yana va ala mavadi'i sam'ihim, yani ularning anglash o'rinlariga demaydi bu joqda. Quloqlarga deb emas, ularning anglash organlariga nima mo'l besvatdik deb joqda. Bunda ma'no etiladi. Va quri'a amdi yana bir ojiz bir qiroatda, mashhur qiroatda masalan bu ahad qiroat ahadlarda va ala asma'ihim deb o'qilibdi. Va ala asma'ihim. Demak, qandaylik bo'lsa buning ma'nosi asma'ihim. Ma'nosi ya'ni ularning quloqlariga deb ma'no etiladi. Endi yana bir inchki masala bor. Inchki masala. Bu inchki masala qolsa desa, Alloh taolo miyada xatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim deb keldi. Lekin va ala absarihim g'ishavani ayrim keldi. Va ala absarihim g'ishava ayrim. Xatim qalb bilan dilga silindi. Qalb bilan sam'ga silindi. G'ishava chu ko'zga silindi. Endi bu quloq bilan ko'zning nima aloqasi bor? Nima uchun ya quloqqa payda quloqqa urilmay? Bu tamg'u va dil bilan quloq silinib turdi. Ko'zlar buning nima aloqasi bor desa, qalb bilan ko'zning qalb bilan quloqning nimadan ko'zning ayrilib turadigan tarafi qolsa desanglar. Ko'zning ayrilib turgan tarafi qalb her tarafını anlaydı. Qalb bir tarafsız halatda fikir tefekkür kılıyor. Tarafsız hiç kadar taraflı emas. Bu taraftan emas. Yani tarafsız halatda fikir tefekkür kılıyor. Qalb. Mesela biz kıyamet günü Allah Teala'nın külümüzü çekin bir kanda tarafta emas. Külümüzdeyimiz bu. Xuddi shunday qalb hech qanday bir tarafdan emas fikir tefekkür kılalaydı. Taraf nisbat berilmaydi. An quloq şu desa, quloq oldindan mı anglaydı, yandan mı anglaydı, keyindan mı anglaydı. Üstüden mi anglaydı, astından mı anglaydı, her tarafdan anglaydı. Demek bularni to'xtatib o'tish uchun qanday qilish kerak ekan bularga? Mühür besvetib pichatib o'tish kerak ekan. Pichatib o'tilganda her tarafdan hech qanday üstüden mi, oldindan mı, keyindan mı hech qanday tarafdan bularga yaxshilikmi kelmaydi ekan, ichiga amal chiqmaydi ekan. Ammo ko'z-ku. Ko'z kelganda Allah Taolo o perdeni ko'zdagi fardi yaptık deydi. Nimishqa ko'z degan faqat oldinnikini ko'rdi. Ko'z oldindan ko'rdi, yandan ko'rmaydi, orqadan ko'rmaydi, Faqat qargan tarafdan ko'rdi.
Şoňa közüni ham payda gıp bolsa halas bitiyor. Amma kulak bilen kalp payda yapgan bilen itilmeydi eken. Kulak bilen kalbiniki darısı kan olgalyk üçin onuga hatim. Onu bunu piçetlep ötiş diyen fiil keltirildi. Ma o nime geçiyor? Köz güçü perde diyen bu nime keltirildi. Endi Allah Taala'nınki ve ala absarihim gışava diyen bunu kabul etdik. Yani ularning közlerinde bir xil perde bardır. Yani belki bu gışavetun diye Allah Teala bu kavli nima bir raf'i merfu' yani. Merfu' gışavetun merfu'un alametu raf'ihi nima ad-damma. Hoş anda olsa bunun terkibi nima desek haberun ve mubteda'un. Anda on gibi ala absarihim nima jar ve mecrur nimega mutaalliq beşideki ya xatamak mutaalliq buludu ya ki ceale diyen bir fiilga fiil mahzufqa mutaalliq ghishavatun ju'ila diyen fiilga mutaalliq ghishavatun nima uçaqda mubtada ve ala absarihim haber muqaddam ghishavatun ço ghishavatun mubtada muakhar şu haber ve mubtada diyelim şeyna ala absarihim nima haber muqaddam ghishavatun mubtada muakhar şunu ola uçaqda nima mubtada haber buludu bu cümle öz adı müstakil bir cümle yani ularning közlerinin üstüde gishava bardur degan bo'ldi kainun mergi ala uçaqda xatamaga atfamas yani kainun degan bir nimaga ismi failga mutaalliq bo'ladi yani ve kainun ala absarihim gishava degan bo'ldi bir raf'i haberun ve mubtada o hoş bunu tushunish bo'ldi vel basaru nurul ayni basar degan nima basar degan ko'z nuridir ko'z nuri degan ko'zning ko'rish quvvati basar degan nima ko'rish quvvati ko'z emas ayn emas basar degan ko'rish quvvat ve huwa nur degan nima desa ma yubsiru bihi ar-ra'i yani ko'rguchi ko'radigan narsadir ko'z nuri deganimiz ko'rguchi ko'radigan narsa agar ko'zning nur bo'lmasa ko'z ko'rmaydi ko'z bo'lgan bilan foydasi yo'q ko'zning nuri yo'qolganda ko'z ko'rmaydi masalan shunda kunning nuri obdan qarab turadigan bo'lsa ko'z ko'rmaydigan bo'lib qoladi bilan kunning nuri ko'zning nuriga ziyon yetkazganligi tushunamizmi kama annal basirata indana fi shay'an bizda ikki narsa bor biri nima basar yani biri basira basar degan nima ko'zdagi ko'z nuri ko'rish quvvati basira degancha dil ko'zi basira qalb ko'zi basar degancha amaliyotdagi ko'zning ko'rish quvvati degan bo'ldi kama annal basirata shundaqki basirat degan qalbning nuridir basar degan ko'zning nuridir basira degan qalbning nuridir va hiya bu qalbning nuri degan bu basira ma bihi yastabsiru ve yeta'ammal yani qalb shu narsa bilan ko'radigan va qalb ta'ammul qiladigan narsa basira deb ataladi buni ma'rifat deb qo'yamiz ma'rifat ya'ni qalb shu bilan nima ko'radi qalb shu bilan ko'radigan va ta'ammul qilib masalalarni o'ylanadigan narsaning o'zini deb ataladi basira deb ataladi chunki ko'zi uxlar dil ko'zi uxlamaydir buni bilgan şeydir Peygamber İslam'ın ko'zi uxlagan bilan dil ko'zi uxlamaydi deydi Peygamber İslam uxlagan bilan dil ko'zi uxlamaydi mesela ve keennehuma xuddi bu ikisi yani basar bilan basira bu ikisi cevherani latifani cevherdir ikkidan latif nayt inchki nozik bo'lgan ikki cevherdir ki halaqahumallohu taala fihima Allah Taala bu ikki cevherni fihima bu ikkisida yaratdi nimada qalbda va ko'zda ayn va qalb ko'z bilan qalbni yaratgan inchka nozik bo'lgan bir javhardir fihima halaqallohu taala fihima degan qalb bilan ko'zda bu ikkisini Allah Taala nima qilib yaratdi alatayn tamyiz ya'ni asbob sayman ko'radigan asbob sayman asbob qilib yaratdi lil ibsari vel istibsar ya'ni ko'zning ko'rishi uchun va qalbning ko'rishi uchun ko'zning va qalbning ko'rishi uchun ko'rish asbobi ko'rish saymini qilib yaratgan narsadir bu ikkisi
Basirat bilan nima? Basar. Xo'sh, endi vel g'ishava. G'ishava keldi. G'ishava degan nima? G'ishava degan g'ito. Bir narsani yapadigan yapquch, to'siq, yapquch. Fi'alatun, ya'ni g'ishavatun fi'alatun vazn. Fi'alatun vazni bilan. Fi'alatun fa'aladiki vazni var. Fi'il degani har qanday adamning vazni bo'ladi. Ismning vazni var, fi'ilning vazni var. Tushunarlimi? Xuddi qishniki qilib bo'lgandek har qanday ismning kalimaniki vazni bo'ladi. Ism fi'illarning. Bu yerda bor g'ishava degan bu ism bo'lsa fi'alatun degan ismning vaznida. Fi'alatun degan vazni bilan. Bu g'ishadan chiqqan. G'isha degan g'ashadan chiqqan asli. G'ashadan chiqqan idza ghattahu degan yapsa. Binasini biz qozonni tovuqni yapsa masalan. Binasini yo'gisa masalan. Xuddi parda denizning kunchishini yo'gigandek masalan. Binasini yapsa, yo'gisini nima deydi? G'ashahu deydi. Va hadal bina bu fi'alatun degan bu qurilish, bu qurilma. Fi'alatun degan bu shakl. Fi'alatun. Bu shakl, bu qurilma lima yashtamilu ala shay'i. Degan bir narsani o'z ichiga olgan narsaga nima quyilgan. Fi'al degan, fi'alatun degan bu vazn davomli ichiga bir narsani o'rab turgan. Bir narsani o'rab o'z ichiga olgan narsalar uchun quyilgan ism maxsus. Qanday fi'alatun vazndan kelsa, bu ma'nosi bo'ldi, bir narsalarni o'z ichiga olgan degan ma'no bo'ldi. Masalan, kal isabati masalan. Isaba fi'alatun isabatun bir vazn. Isaba degan nima? Bir jamoat degan. Jamoat degan gap bir kishilar to'pi. Nima uchun olgan? Bir muncha odamni o'z ichiga olgan. Jamoat degan bir muncha kishilarni o'z ichiga olgan bir to'p nima deb ataladi? Isaba deb ataladi. Xo'sh. Vel imama. Imama degan salla masalan qaranglar. Salla. Salla nima o'z ichiga oladi hozir? Salla do'p bilan beshimni o'z ichiga oldi. Salla do'p bilan bukni o'z ichiga olgandan keyin nima deb ataladi? Buni imama deb ataladi. Qilada masalan. Qilad degan bo'yni ostiga bo'libka, ayollarniki javhar bo'libka, zibu zinnatlari. Buni nima o'z ichiga oladi? Qilada bo'yanni o'z ichiga oladi, bo'yni solgandan keyin. Yana bu shunday qilasiz. Boshqa narsani o'z ichiga o'rab turgan narsani hammasiga fi'alatun vazni keladi deydi. Xo'sh, endi val asma'u. Abiyadagi asma' va ala absalihim ghishawa degandiki. Endi val asma' dakhilatun fi hukmil khatm. Alloh taolaning va ala sam'ihim degandiki, bu sama' nima xatmning hukmiga daxildir. La fi hukmi taghshiya. Taghshiyaning hukmiga emas degan gap. Ya'ni Alloh taolo ularning dillariga muhr bosibdi. Va ala sam'ihim va ala absarihim ghishawa desa, ularning quloqlariga va ko'zlarida, ularning quloqlarida va ko'zlarida bir xil parda bor demaymiz emas. Alloh taolo ularning dillariga va ularning quloqlariga muhr bosibdi deb to'xtaymiz ishadi. Nima? Xatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim deb to'xtaymiz qira'atdan. To'xtatib va ala absalihim degancho vo ibtida. Ala absalihim nima xabar muqaddam g'ishavat mubtada. Ya'ni ularning ko'zlarining ustida g'ishavat bir xil parda bordir deb g'ishava ko'zga ham xos. Ana sam'im emas. Sam'im bilan qulubimniki ikkisini hukmi bir. Xatim dil bilan quloqqa nima uchun g'ishava parda ularning ko'zlariga. Men buniki albatta bir sababini deb aytdim, sababini ham. Qalb bilan quloqning farqi nima ekan? Uniki har tarafdan anglaydi ekan, har tarafdan ko'radi ekan. Ammo nima uchun? Ko'zga faqat old tarafdan, ko'zniki parda yapilsa to'xtaydigan ishi. Shuning uchun deydi. لقوله تعالى الله تعالى قوله جديد وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. Yani bir ayette mesela Allah Azze ve Celle Suratul Câsiye'nin 23. ayetinde mesela Suratul Câsiye'nin Allah Teala ne deydi o? Ve hateme ala sem'ihi ve kalbihi. Allah onun kuluğa ve kalbine mühür besvetti. Ve ceale ala basarihi gışave. Yani onun küzünün üstünde bir xil perdeni kıldı. Yani o uç ayrılgan yani. Takım bak. Vo atfilen. El atfil ma'a yaktadi et-tegayür. El atfu yaktadi et-tegayür. Yani veli vakfihim. Yani bir delil emdi. Veli vakfihim ala sem'ihim. Demek için yani kıraat imamları kanda okuyan Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim de doktoran. Tümül bek. Qari degan bunda qiraatni o'rgansak bo'ladi. Anladın? Yani Allah Taala ularning dillariga va quloqlariga muhr besvetdi deb qilib
ve ala absarihim gışaveten bu da okugan idi deydi. Yani ve liyakfihim ala sem'ihim duna kulubihim. Kulubihim de toktamay hatemallahu ala kulubihim de toktamastin belki hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim de toktagan. Ve nasabel mufaddalu vahdehu gışaveten bi idmari ceale. Mufaddal diyen qarının ismemdi bu bir qarı. Mufaddal diyen qarıgınam yalğız gışaveten de muqtu nasib bilen uqtum mansub qılıp ve ceale ala basma ve ala absarihim gışavene ve ala absarihim gışaveten ve lehum azabun azim. Tabi yani gışaveten de uqtu. Yani bir de fiil mahzub qılıp yani ola ceale ve ceale ala absarihim gışaveten de ceale de fiilini zimir keltirip zivar uqtu. Hoş. Hoş. Emdi ve tekrirul car. Emdi madiki Hatamallahu ala kulubihim ve ala Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim. Şevadab madiki hurf car ne? Qaytıma qaytı keltiriş. Hatamallahu ala kulubihim ve sem'ihim diyen bolsun bolattı. Hatamallahu ala kulubihim ve sem'ihim diyen bolsun ma maksat ifadelengen bolattı. Allah ularning dillariga, quloqlariga möhür sifatida degan bo'lsa, yani alani takror keltirgan bo'lsin bo'ladi. Nima uchun takror keltirdi? Anladın? Aslida balog'atda o'qidinglar. Nima uchun takror keltirildi deganda, ba'zi chaqda takror keltirilish ma'lum ma'noda uchun bo'ladi. Aslida qoida takror keltirilsa-mu ifodalanadi, lekin nima uchun takror keltirdi? Chuqur buni bilamiz va sababi. Bu sabab o'z qolsa desa, bu jarni takror keltirish va ala sam'ihim deganda dalilun ala shiddatil khatmi fil mawdi'ain. Her iş günü olanda yani kalpke basılgan mühür tam o ve kulakka basılgan tam onun katlı basılganlığı. Şu bunda canlı basılgan yani gap yani da normal bunda basılgan emas. Bu pichet kat dehşet yemlendi. Bu tam o kat set besi ötüldü yani kat işilmaydigan besi ötüldü. Dep yani demeli katlıkını şiddetini ifadeleyin. Alani iki katını tekrar keltirganlik yani bunun kulaklarına ve bularının dillerine de alaydı keltirganlik özü yani hatimden ait katlı boğallıqını ifadeleydi deydi. Emdi qala Şeyhul İmam Ebu Mansur bin Ali rahimahullah. Ama Şeyh İmam Ebu Mansur bin Ali rahimahullah diyen bazı basmalarda Ebu Mansur Şeyh Ebu Mansur deblem qoyalıq. Ebu Mansur bin Ali bolsa bu İmam Ebu Mansur Maturidi emas. Ebu Mansur Maturidi'nin ismi Muhammed ibn Mahmud el-Maturidi. Lakin Şeyh İmam Ebu Mansur bin Ali de bizden olsa bunu emez. O emez. Ebu Mansur Maturidi, İmam Maturidi emez. Mani bilip hoş geldiniz. Ve kâle Şeyh İmam Ebu Mansur bin Ali rahimahullah dedi ki el kafiru lemma lem yesma' kavlel hakki yani kafir hak boğan kavlini, hakkının kavlini anlamagandıkken ve lem yandur fi nefsihi yüzüge ve yüzden başka mahlukatlarga onundaki hudus yani hadis ikenlikinin yenidən payda boğalıqның əsərlərini görüş üçün yüzüge ne yüzünün gayriga qaramagandıkken fey'alema alla budda min sani yani bu şu yüzüge ve yüzden başka mahlukatlarga qarab bu mahlukatlarniki yenidən payda boğanlıq hadis ikenlikini görüp onundan bir çoxum bu hadise boğanda el-eseru yedullu alel-muessir her qandaq bir iz sağıçığı dalalat qıdı degan qayda boyunca bu narsa yeni payda boğan bolsa bu narsani payda qilgan bir payda qiluvchi bor ekan. Ondan hadis degandan çoxum bir muhdis bo'lish kerak. Bu narsalarni bir aytguchi, yasug'uvchi bo'lish kerak degan bir fikrga kelish uchun bir nazar qilib qaramagan ekan kafir inson. Ju'ila ka'anna ala basarihi ve sem'ihi ghishawa. Bu degan bu xuddi bunun ko'zida ve bunun qulog'ida bir ghishaw bir perde bar ekanligidek, perde barligidek muomala qilindi. Xuddi bunun ko'zi qulog'iga bir perde yopib qo'ygandek, ko'ziga perde yopib qo'ygan narsa ko'rmagandek, quloq narsa perde yopib qo'ygan quloq narsa anglamagandek, bu narsa ko'rmaydigan degan nimaga e'tibor shu qatorga chiqarildi. Bola ko'zi batırıp, qulog'i batırıp, bunda bir alemga qarab, bu narsa hammasi maxluq ekan, cho'qim bu maxluqning bir yaratuvchisi bor degan ko'z qarash kelmagandan bu quloq anglamaydigan quloq, bu ko'z ko'rmaydigan ko'z degan muomala qilindi. Va illam yakun zalika haqiqatan. Garchi u haqiqat bo'lmasa, ya'ni
Amineti olan ko'zi ko'rdi, ko'zi qarg'a emas. Quloq anglaydi, quloq pang emas. Lekin ko'zi ko'radigan turib, quloq anglaydigan turib, shu Alloh taolaniki sun'iy qudratini ko'rib turib, Alloh taolaniki dalillerini anglab turib, uni ko'rmaslik salgandan keyin, anglamaslik salgandan keyin xuddi ko'rmaslik, anglamaslik qilingandek muomala qilindi degan. Va hada dalilun, bu shuningga dalildirki, al-asma' indahu Abu Mansur ibn Ali rahimahullohning ko'z qarashida asma' daxilatun fi hukm at-taghshiya. Taghshiyaning hukmiga daxildir. Ya'ni buni ko'ziga, bu quloqlariga va ko'ziga bir xil pardani qildik deganga daxil bo'ladi degan bo'ladi. Lekin bu qavlni Imom Shayx Abu Mansur Maturidi degan gap emas. Demak, bu Abu Mansur Ali rahimahulloh degandan keyin endi unda desam o'zi ixtiyor, lekin kuchli dalillar bilan biz avvaldan nima qildik? Biz takror qilib, ya'ni as-sama' nimaga? Sama' qalbga atf hukmicho xatimga daxil. Xatimning dahtiga daxil. Basar taghshiyaga daxil deb buni tushuntirib bo'ldik. Endi val ayatu, bu oyat kalima hujjatun lana alal mu'tazilati fil aslahi. Bu oyat kalima biz uchun mu'tazilaga qarshi aslah masalasida biz uchun hujjat, dalil, isbotdir. Ya'ni mu'tazila nima deydi? Alloh taolaning gadiniga vacibun alallohi nima ayyaf'alal aslah lil ibad. Bendir uchun en yaxshi bo'lganini qilib berishiga Alloh taolaning gadini vojib deydi. Mu'tazila guruhi. Lekin ahli sunnat va jamoat deydi la vajiba alalloh. Alloh taolaning gadiniga hech qanday vojib yo'q. Alloh taolaning gadiniga maxluq jihatdan hech qanday vojib yo'q. Alloh taolani biz bir narsani Alloh taolaning gadini biz bir narsani vojib qilolmaymiz. Vojib qilolmaymiz. Masalan, nima bu oyat buni dalil etsa fa innahu akhbara annahu khatama ala qulubihim. Alloh taolo ularning dillariga muhr bosib o'tganligini xabar berdi. Muhr bosib o'tdim dedi Alloh taolo. Va la shakka anna tarkal khatmi aslah lahum. Ularning qalblarini pichatlab o'tmaslik, ularning qalblariga muhr bosib o'tmaslik ular uchun eng yaxshi ekanligida shak bormi? Hech qanday shak yo'q. Ularning qalblariga muhr bosib o'tmaslik yaxshimi? Muhr bosib o'tilishi yaxshimi? Ular uchun, shular uchun bosib o'tmaslik yaxshi. Nimishqa muhr bosib o'tgan uchun ular iymon etmaydi. İman etmag'anlik uchun nima qilmaydi? Jannatga kirolmaydi, do'zaxda qoladi. Do'zaxda azoblanishi uchun yaxshimi? Yaxshimi? Ular uchun yaxshi emas. Biz uchun yaxshi kofirlar azoblanish bo'ldi. Jejizda tabida o'g'irlar. Lekin shu kofir uchun yaxshimi do'zaxda azoblanish? Yaxshi emas. Demakchi o'zi, ya'ni mu'tazila guruhining Alloh taolaning eng yaxshi ishni qilib berishi vojib degan gapning o'zi nima? Botil. Alloh taolo nima ish qilsa xolig'ini qiladi. Fa'alun lima yurid. Iroda qilganini qiladi. Amma hamma ishida nima bordir? Hikmat bordir. Innalloh hakimun alim. Alloh taolo hikmatlik. Alloh taolo nima ish qilsa nima bilan qiladi? Hikmat bilan qiladi. Bizda ahli sunnat va jamoat nima deymiz? Eng yaxshilik qildi demaymiz, nima deymiz? Alloh taolo nima ish qilsa hikmat bilan qiladi, hikmat bilan qiladi. Biz Alloh taolaning qilgan har ishini biz rozi. Bizga xushallik kelsinmi rozi? Yomonlik kelsinmi rozi. Narda bi qadarihi subhanahu va taolo. Alloh taolaning qazo va qadariga biz rozi bo'lamiz. Alloh taolaga bo'ysunamiz. Alloh taolo har ishni hikmat bilan qiluvchidir. Biz bir narsani yaxshilab o'ylashimiz mumkin. Balkim u ishda yomonlik bo'lishi mumkin. Biz bir ishni yomon deb o'ylashimiz mumkin, balkim u ishda yaxshilik bo'lishi mumkin. Innalloha hakimun alim. Biz ko'z qarashimiz shu. Alloh taolaning va lahum azabun azim degan qavli. Alloh taolaniki va lahum azabun azim. Ya'ni ularga intayin katta azob bordir. Xo'sh, al-azab. Azab degan mislu an-nakal. Nakalga o'xshashdir. Binoan va ma'nan. Qurilma jihatdan o'xshaydi. Azab, azabun, nakalun. Qurilmasi o'xshash. Ma'nosi o'xshash. Azab degan azoblash, qiynash. Nakal degan azoblash, qiynash. Ma'nosi o'xshash. Li'annaka taqul, chunki sen deysanki a'zaba 'anish shay'i. Ya'ni u'ziba 'anish shay'i idza umsika 'anhu. U'ziba 'anish shay'i deysan idza umsika 'anhu. Degan bu bir narsadan to'silib qoldi. U'ziba deysan idza umsika 'anhu narsadan to'silib qolsa. Bir odam bir yerda tutilib qolsa yoki bir narsadan to'silib qolsa, bir narsadan to'silib qolsa, u'ziba deb iborat so'rasan. Masalan, inson azoblangan inson tulma kelib qolgan nima ish qilgan bo'ladi? Azoblanadi. Qanday azoblanadi?
Bu o'zining erkinligidan nima to'silib qoladi. Yigi subani yeyolmaydi, ichki subani icholmaydi, talog'i chiqib deb nafas ololmaydi, qorong'i o'lda o'ltirdi. Ha. Çünkü bu azap nereden geldi bununla? Bunun to'silib qolganligidan keldi. Shundaymi? Sabdan his qilasiz, shundaymi? Ha. Yani to'silib qolganlikning o'zi, buni degan azoblimizmi? Shu nimadan rahat erkinlikdan, rahat farog'atdan to'silib qolganlik uchun ham azab keldi uni. Tushunamizmi? Bunday to'silib qilish degan gap ma'nosi deydi. Kama taqulu nakala anhu degandek masalan. Va yoki nukila anhu degandek. Ani val farqu qo'shma gap tugadi. Val farqu baynal azimi val kabir. Hamda azim bilan kabirning orasidagi farq. Mana ikki masala. Abdan inson tushun. Davomli ba'zida azim deb qo'yadi, ba'zida kabir deb qo'yadi. Bu ikkisi kalimat mutaradifa mu, ba'zida o'xshamaydi deb qo'yamiz endi. Kalimat mutaradifa mu azim bilan kabir desa. Bunun ikkisi farq shuki, azim yuqabilul haqir. Bir narsaniki ma'nosini o'qish uchun qarama-qarshi bilan bilsak obdan bilalaymiz. Ad-datr bilan. Ya'ni al-ashya'u yu'lamu bi-addadihi. Yani bi-addadiha. Narsalar o'ziniki qarama-qarshi bilan eng yaxshi bilinadi. Yo'raf. Masalan, azimning qarama-qarshisi nima? Haqir. Azimning qarama-qarshisi haqir. Kabirning qarama-qarshisi nima? Sag'ir. Demak, haqir degan nima? Tilga og'ishlik yo'q. Meni pes, haqir degan gap ko'zga ilinmaydigan, ko'zga ilinmaydigan degan gap. Sag'ir degan kichik degan gap. Anda tapaydi kichik deganning qarama-qarshisi nima bo'ladi? Cho'ng. Kichikning qarama-qarshisi cho'ng. Anda ko'zga ilinmaydigan, qimmati yo'q degan cho'ng. Hurmatlik degan gap. Hurmatlik, ulug' degan gap. Ulug'. Katta deb qo'yamiz endi biz. Bizning uyg'ur tilida katta deymiz endi. O'zbek tilida katta degan gap cho'ng degan gap. Ya'ni bizning tilimizdagi cho'ng degan gap sag'irning qarama-qarshisi o'zbek tilida katta deydi. Bizda katta degan gap cho'ng degan gapimiz. Bir ajoyib katta odam kelibdi ekan. Katta kishi ekan bu degan gap, ya'ni bir ulug' kishi ekan, martabali kishi ekan, hurmatli kishi degan gap. Ammo o'zbekda nima deydi, kattaning o'rniga nima deydi bilmayman. Lekin ulug' desak bo'ldi. Ulug' desak hammasi o'rtaq. Hamma tilda ulug'. Lekin biz katta desak, shu azimni bizning uyg'urchada azimga pek yaxshi ma'no. Ya'ni bir narsani bu katta odamlar, bu katta narsa, katta imorat sapdi, katta bir shahar bino qilibdi deganda gapliga kattani keltirdi. Uningda cho'nglik ma'nosi ham bor, ulug'lik ma'nosi ham bor. Lekin cho'ng desak, anda ma'nosi yo'q. Cho'ng degan bir narsaning cho'ng kichikligiga ham qaralgan. Amdi faka'anna al-azima fawqa al-kabir. Xuddi azim kabirning ustida. Kama anna al-haqira duna as-saghir. Haqir sag'irning ostida bo'lgandek. Masalan, demak, kullu azimin laysa kabiran va kullu sag'irin laysa haqiran. Tushundingmi? Har qanday nima? Hamma kabir azim emas. Hamma kabir azim bo'lmaydi. Masalan, zirafa va zirafa kabir. Lekin azimma shir azim. Zirafa kabir. Asad azim. Asad nimada azim? Bizning jasorat bilan, qo'rqmaslik bilan azim bo'ldi. Nimacho, shircho va zirafacho bizning bo'yi bilan egiz oldu. Rasmiy shir g'azab kelganda zirafa qochadi. Shu yo'g'on jasamati, yo'g'on badanidan shirni qochadi zirafa. Zirafaning azamati kuchli bo'ldi. Shundan o'qidi shunday. İnsandaki her egiz adam var, her fakir adam var. Fakat şunda bilimlik adam var, fakat. Her yo'g'on adam var, bilimsiz. Demek kullu kebirin leyse azimen. Şundan mı? Anladın. Endi mesela kullu sagirin leyse hakiran. Bir adamın küçük boğallığı hakir boğallığını bildirmeydi. Bir adam küçük baka ya küçük bala bunu hakir bildirmedi. Padişahın küçük balısı mertebelik buluş mümkün. Küçük bir bala nahayet dersli yaxşı akıllık buluş mümkün. Kuaniyatla bağım buluş mümkün. Küçük bir bala nahayet bu fakir adam olsa mesela mendek değilim bu. Alim buluş mümkün mesela. Mümkün. Demek küçüklikten özü hakirlikten lazım ki oturmaydı. La yelzemu min kevnihi sagiran ama kevnuhu hakiran. Endi demek fark nima ekan? Hakir, azim degan gap, ya'ni kabir demma, nima mubolag'atlik ma'no ifoda etgan. Qur'oni Karimda kabir deb kelmay, azim deb kelsa, bu azim degan, ya'ni ma'naviy jihatdan cho'nglikni va amaliy jihatdan cho'nglikni ifoda etgan nima? Azim degan. Kabir degan faqat amaliy jihatdan bo'lgan cho'nglikni ifoda etgan. Sag'ir degan amaliy jihat kichiklikni ifoda etgan, haqir degan
manevi jihatdagi kichiklikni ifodalaydi ekan. Ve yusta'malani fil jussati vel ahdasi jami'an. Hamda bu azim bilan kabir, haqir, sagir deganlar jussat degan badanda ishlatiladi, badan. Vel ahdas hodisada. Jussat degani jism desam bo'ladi, ha? Jismlarda ishlatiladi o. Masalan, jismlarda ishlatiladi ve hodisalarda ishlatiladi. Masalan, cho'ng bir ajoyib, masalan, sara harbun kabirun. Sara harbun azim. Mesela jaa rajulun kabirun. Jaa rajulun azim. Degandek ayş kisde işletiladi. Mesela deysen rajulun azimun ve kabirun deysen. Turidu jussatahu, uniki bedenini irade kılsan, ev hatara yak o adamın hatırını irade kılsan. Ve ma'na at-tenkir, demek çok ne? Lakin azim deganda her iş kimani var. Azim deganda nimani var? Manevi ve ameli hakiki manada ikisi var. Kebir diyor desa kebirde yok. Kebirde bas çoğun degan. Kebir çoğunluk ifodalaydi. Azim degan çoğ onun maneviyatının çoğunluğunu ve ameliyatının çoğunluğunu ifodalaydi. Bazıda maneviyatını ifade etmesi mümkün, bazıda ameli hakiki reallıktaki çoğunluğunu ifade etmesi mümkün. Şunun için azimga katta ulug' deb ma'no aytamiz, kebirga cho'ng deb ma'no aytamiz. Ve ma'na tenkir amdimada ve lehum azabun azimun deb azabun deb nekir keltirishning ma'nosi nima desa? G'ishavatun da masalan. G'ishavatundagi g'ishawah degandagi nekir keltirishning ma'nosi nima desa? At-tankiru ala anna ala absarihim naw'an min at-taghtiya. Ghayra ma yeta'arafuhu an-nas. Ularning ko'zlarida bir xil yepiq bor, bir xil tusuq, bir xil perde bor. Ma yeta'arafuhu an-nas degan yani halakı tunuyduğun perdeden başka. Yani insanlar kişiler bildiğin, tunuyduğun, görüp adetlengen perde tutuktun başka bir kıl perde var. O başka şey. Hiç kim Allah Teala onun gittiği tekten Allah'ın başka kim bilmeydiğin bir kıl perde var yani bu. Ve huve gita'ut ta'ami an ayatillah. Bu perde olsa Allah Teala'nın ayetlerinin kargı bulu veriş. Yani Allah Teala'nın ayetlerini körse bu körmez ki selir veriş deme perdesi. Ve lehum min beynil alami izami nev'un azimun minel azabi la ya'lemu kunnahu illallah. Hem de o bir xil acayip xalidi bir xil perde var gözlerinde degandikin hem de azabundaki nekile nima desa? Azabun nekile getiriş sebebi ve lehum min beyne el alamil izami. Ulağa acayip katı bo'lgan, katı şu azap dertlerinin içinden arasından nev'un azimun minel azab. Acayip katı bir türlük azap var. Katı bir tür. La ya'lemu kunhahu illallah. Onun tiki tektini, mahiyetini Allah'ın başka kim bilmeydi. Yani azabın azim ne yap? Allah Teala azim de patıran azap. Allah Teala üzeri azim. Allah Teala üzeri azim. Allah Teala de katı zat, katı da patıran azap kanda azap olası olacak. O anda bizning tasavvurimizga azap bo'lmaydi. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ve sellem ala xayril sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xudoya bizning gunoh masiyatlarimiz tufayli bizning qalbimizga muhr basib etmasang, qalblarimizni yaxshilikni anglamas, yaxshilik ta'sir qilmas qilib pishatib etmasang ya rabbil alamin. Qalbimizdagi fitna fasodlarni, shu ron, tatlarni, shu xatim bo'lib qolsa hamma shu mühür fichetlerini içip etsen ya Rabbil Alemin. Bizni yaxshilik ta'sir qiladigan, vaz nasihat ta'sir qiladigan şu mu'min, yaxshi mu'min musulmonlarni qilib bersan ya Rabbil Alemin. Ve ahir davana elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bi rahmetike ya arhamar rahimin.